Assalomu alaykum, Mehrikilol obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana O'zbekistonimizning bir go'zal go'shalaridan biri. Haqiqatan ham o'zimiz ko'rib guvohi bo'ldik. Nihoyatda bir chiroyli joylari bor ekan. Gap qisqasi mana Buxoro viloyati Kogon tumani Vahobiddin Naqshbandiy hazratlarimizni maqbaralarini yonginasiga mana Bo'ron hoji tog'amizni xonadonlariga bitta tandirimiz, 2 dona o'chag'imiz, mana shu yonginasida mo'ykamiz. Azizlar, mana akamiz nihoyatda bizga bir ixlos qilgan ekanlar. Kelib mana ishlarini chiroyli qilib, ko'ngilli qilib, Xudo xolasa bitkazdik. O'chaqlarimizni mana yoqib berganmiz. Yonish jarayonlari davom etmoqda. Mana shu tarafimizda mana tandirimiz. Chiroyli bo'lib, tandirimizni mana oqartirib qo'ydik azizlar. Bir qator ishlarini ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ichlarida yorug'lar yo'q, inshaalloh. Tandirimizni bir sutka mobaynida 80 kilo ko'mir bilan pishirdik. Doim 70 kilo yoqardik, qish mavsumligi uchun 80 kilo yoqdik. Ustiga zontilar qo'ydik. Xudo xolasa mana o'choqlarimiz. Endi hammaga qiziq bo'lgan jarayon, bir qator tutun tortishini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aka, o'zingiz bitta ko'rsatasiz endi, mana xonadon egalariga topshiramiz. Xudo xolasa bir qator pastroqqa tushirsangiz ham bo'lardi mana azizlar. Tutun tortishi, tutunni aylantirib so'rayapti, aka. Mana zo'r, Xudo xolasa. Juda chiroyli. Endi bunisiga o'taylik, aka. Mana kichkina qozonimizni ham bitta ko'rib qo'yamiz. Qay shaklda tortayotganini mana. Mana azizlar, tutun tortishi. Pastroqqa tushirsangiz yaqinroqqa borib, ashna tutunni zo'roq bo'lib ketadi. Mana azizlar, kak peliso'z. Mana tutun tortishi hammaga qiziq bo'lgan jarayonda ham suvni qaynashi. Mana qozonlarimizda suvlar qaynadi. Ozgina o'tin bilan suvlarimiz o'sha qaynadi mana azizlar. Mana shu yon taraflaridan mana ko'rsatsak ham bo'ladi. Tutun yonidan uvog'i ham chiqmaydi. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Joyimiz ham rosa 2 ta o'choq, bitta tandir ham mos ekan. Yonlariga tovoqlarni qo'ysa bo'ladi. Narigi yoniga savat qo'ysa bo'ladigan joy qildik mana bu tarafiga. Bemalol savat qo'ysa bo'ladi. Endi hali issiqda qizib, yonib ketsa, mayga kelib, mo'ykada betini yuvib, idish tovog'ini yuvib ketaveradi. Xudo xolasa mana yoniga mo'ykalar qildik. Chiroylikgina, ko'kligina bo'ldi, Xudo xolasa. Endi azizlar, mana shu Buxoro viloyatini Kogon tumaniga Vahobiddin Naqshbandiy hazratlarini Bahobiddin Naqshbandiy hazratlarini maqbaralarini yonginasida ekan bu hoji tog'amizning uylari. Bo'ron hoji tog'amiz, mana hoji tog'a, ishlarimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Rahmat. Xudo xolasa yaxshi kunlarga, to'ylarga, marosimlarga maza qilib ishlating. Inshaalloh bitta duo qilib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Mehrikilol muxlislari. Mana ukamiz vodiydan kelib, mana 2 kun bizlarning xizmatimizni qilib, mana shu yerda tandir, o'choq, mo'yka qurib, nima qilib bulardan biz minnatdormiz. Alloh rozi bo'lsin. Bular hamma vaqt sog' salomat bo'lsin. Nima o'rtavasangiz bo'lsa, o'rtavasaga yetsin. Amin. Qo'llari dard ko'rmasin. Aytganingiz. Hamma vaqtda shu yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Bitta duo qiling mana shu joyga. Amin. Yo Rabbim, yurtimiz tinch, xonadonimiz obod, dasturxonimiz to'kin sochib bo'lsin. Allohim seni fazl barokating ustimizga yomg'irdek yog'ib tursin. Bizlarni bu dunyoda ham oxiratda ham manzil makonlarimizni obod aylagin. Bizlarga keng fe'l ketmas davlat bergin. Mana shu ukalarimiz sog' salomat kelibdi. Bularning o'ylariga sog' salomat yetkazgin. Oilalariga sog'lik, tinchlik tilayman. Hammani ham oilalariga tinchlik, sog'lik bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mana shu duodan keyin bori charchoqlar ham chiqib ketdi. Azizlar, mana ashuna duo ham olib turish kerak, hoji tog'a. Mana Bahrom akam o'zi bizni YouTubedan ko'rib chaqirgan ekanlar. Mana o'sha ota-onalariga chiroyli qilib mana qilib berdik. Aka, ko'ngilda bo'ldimi?
hammasiga yopyapti. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarga ishlatinglar aka, to'ylarga. Azizlar, bizni YouTube kanallarimiz bor. Mehrikilol tandir o'choqlari desalaring chiqadi. Xonadonimizda tandir ham yasaymiz. Navoiy tandir, o'choq tandir, har qanaqangi tandirlarda yasab berilaveradi azizlar. Instagram kanallarimiz bor, YouTube kanal, Telegram kanal. Yozsalaring chiqadi, ishlarimizni ko'rib, baho berib, yoqsa chaqiraverasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mehrikilol ijoddan to'xtamaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.